Assalomu alaykum chorva ishqibozlari, Hikmatullo Uz kanalining doimiy kuzatuvchilari. 4-iyul 2026-yil Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Istiqlol mahallasidan Mirzohid akamizni mini fermasidan video tayyorlayapmiz. Akalar, bugungi yomonlari bor buzoqlarni. Mana uni qaranglar, mana. Emmalarni o'ta zo'rlaridan olaman deganlarga, sutdan chiqqanlarni olaman deganlarga, hammasiga 10 dan ziyodroq buzoqlarimiz bor. Hammasini video davomida qo'ldan kelgancha ma'lumotlarini berib o'tamiz. Bir donadan like tugmasini bosib, Telegram guruhlariga, chorva ishqibozlariga videolarimizni podelitsa qilib qo'yish esdan chiqmasin. Aloqa uchun nomerlar ekranda bo'ladi. Bemalol telefon qilib, kelib ko'rib savdo qilib olaverasizlar. Bundan tashqari Instagramda ham Hikmatullo Uz deb yozsanglar, Instagram yangi kanalimiz chiqadi. O'tib Instagramda ham bilaman qo'llab-quvvatlab turasizlar akalar. Xudo xolasa YouTube'da ham mana 200 mingdan oshdik sizlarning orqalaringdan. Instagramda ham portlatamiz. Bunoqlarni qaranglar, bunoqlarni. Bugun ertalab qo'ygan mollarimiz ham sotilib ketdi. Juda ko'pchilik ulgurmabdi, hatto qo'ldan qo'lga o'tibdi. Bugunga yana kechki vaqtga mana katta partiya akalar. Kimga qaysi biri ma'qul kelsa, tanlab olaveradigan joyidan. Sut emdisidan kerakmi, yo sutga to'yib o'sgan kattalaridan kerakmi, va qanaqasidan kerak bo'lsa, mana shu yerda bor akalar. Eng qizig'i buqa kerakmi, xunajin kerakmi? Xunajin ham bor ekan-a? Bitta xunajin, xullas bu yerda 3 ta xunajin bor. 3 ta. Mana bittasi kichkina. Bittasi mana. Mana xunajin. Ha. Kichkinalarda bittasi o'sh xunajin ekan-a mana. Mana. Mana bo'ynida qorasi bor ham xunajin, Bunisi ham xunajin. Yomonidan lekin xunajinda o'ta zo'rdan. Limuzinga simental. Keyin mana xunajin ekan-a, mana oq ko'p, ash xunajin ekan. Qo'ygan hammasi buqami? Eng kichkinasi necha kunlik? Eng kichkinasi mana shu. Bugun 31 kun bo'ldi. 31 kunliga tuyoqlar istakan tuyoqda. Kunligi yo'q. Kunligi yo'q. Eng kichkinasi ham oyliga. Kichkinalar 5 ta ekan-a? Bunday o'tib ajrating-da. Bunday o'tib ajrating. Kichkinalarni o tomonga. Ikkita kattasi qo'shilib qoldi. Hozir kichiklarni ajratamiz. Mana. Bitta katta xunajin. Juda ham ko'p ishlaninglar, sutemni so'raganlar. O'zimga YouTube'dan, Instagramdan telefon qilib sutemlardan chiqsa chiqaring deganlar akalar. 5 dona. Ikkitasi xunajin buni. Ikkitasi xunajin, 3tasi buqa. Eng kichigi oylik. Eng kattasi necha oylik? Eng kattasi aka bitta 26 kunlik ham bor ekan, oyga to'lmagan. Qaysi? O olami? 25 kun. 25 kun, 26 kunlik bu ko'cha eng kichigi ham. Buni qaranglar, lekinchi buni oldi. Voy. San'at asari bo'lib qoldi. Qolganlar eng kattasi necha oylik? Eng kattasi 2 oylik. 2 oylik. Xo'p, bular narxlari qanaqa bo'ladi? Narxlari qarang, bitta xunajin. Xo'p, mana bitta xunajin. 3 ta novoz. 3 ta novoz. 25 milliondan kami bor. 25 milliondan kami bor. O'runga ishqibozlik qiladi. Buni addeni kelishiladi. Bu yomon. Hozir ertalab 6 litr, kech payt 6 litr, 12 litr bo'ladi. A bitta ham nastreniyaga qarab 2 litr yemadi. Voy. Xullas 10 Ichkisi kelsa a bitta ham 2 litr ichyapti. Endi uni dehqon ovoza 3 litr, 4 litr bilan bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Ha, haqiqatda bu sigir, shuni bitta sigirdan kechib tagiga tashlaysizlar, ana keyin natijani ko'rasizlar. Demak, 3 ta buqa, bitta xunajin, 4 donasi bir joyga bo'lsa 25 dan. Kami bor. Kami bor. Ko'pgina. 1 kun 2 kunlik buzoqlar emas, akalar, to'g'risi haligi oylik buzoqlar. O'sha sastenasiga kelib qolgan o'zini. Qo'lda ham, sigirda ham bemalol ichaveradigan. 63 63 84 qolgani 85 ham novoz, 83 ham novoz. Novoz necha ekan? 81 mikan? Mana shu uchovini ovoz. Arkadagi xunajin. Bo'ldi. Mana akalar 2 dona. Ikkovi ham buqa. Bular necha oylik? Ikkovi ham shu 6 oyga yaqin. Ikkovi ham 6 oyga yaqin. Akalar, mashtin buzoqlar bo'lsa ham, bo'lmasa ham ikkovini jup qilib olib, chiroyli qilib tashab qo'yadigan. 5 oyda o'tgan-a? 5 oydan o'tgan, 6 oyga yaqin. Bittasini shoxini kuydiradigan ekan-a? Ha, ozgina shoxi bor.
Buni kuydirib olasizlar. Hali kech bo'lmagan. Juda ko'pchilik kech bo'ldi deb o'ylaydi. Yo'q, kech bo'lmaydi. Hozir ham olsa bo'laveradi. Nargis kuygan ekan-a? Unisi kuygan. Bular 100% sutdan chiqqan-a? Chiqqan 100%. 100% sutdan chiqqan narsalar. Ikkovi ham pachkoma, baliq bo'lib ketgan. Bearmon to'ygan. Bearmon to'ygan. Bular necha puldan berib yuboramiz? Ularni endi bir joyga misol narxasi 2 ga bo'lib qo'yishmadi. Aha. Bittasidan farqi bor. Nargis kuchli. Onasi kuchlisi. Hozir buni bitta Hoji akamga tavsiya qildim. Har dori bor. Fermer akaga. Aha. Hozir fermasi ko'rsin, agar unga tushsa, bu video chiqmasdan sotilib qoladi. Agar telefon qilishaveradi. Sotilib ketmagan bo'lsa, savdo qilishib olaveradi. Ular 63 million kami bor. Jupi. Jupiga. Jupi 63 millionga kami bor akalar. Ertalab ham 34 milliondan chiqarganmiz shunaqalarni. Ayoqlari. Bulari puli arzonroq. O'ta go'zallari. Ikkovi ham, rangi ro'yi ham hamma yo'g'i chiroyli. Bittasi 88, narginiki birkasi yo'q. Mana. Ozgina hurkayroq ekan, yaqin borib bo'lmayapti, uzoqdan olyapman. Mah. Endi bular bitta xunajin, ikkita buqa bo'lyapti. Mana ikkitasi toza semental. Bunisi buqasi, bunisi xunajini. Mana so'skasini qaranglar xunajinda. Hozirda o'ta idishli. Yirin hozirdan borib mashina kelar ekan so'skasi. Mol qilib olaman, sigir qilib olaman deganga tayyor xunajin akalar. Yosh qanaqada hozir bulardi? Bular ham 6 oydan. Bular ham 6 oydan. Bo'ynida qizili bor 5 oylik, hali 6 oy to'ygan. Narga? Bu limuzinmi? Ha, limuzin o'tgan safaridan bitta qolib ketdi. O'tgan safardan bitta qolib ketgan limuzin. Bunisi mana tayyor semental jukka olaman deganlarga bitta buqa, bitta xunajini bor. Xo'p, ikkala sementalga addini aytamizmi? Nech pul narx qo'yamiz? Xunajin bilan anonga aytaylik. Ikkala sementalga. Ikkita semental, bir juftda. Ha. Bunisi novoz qizili. Bunisi novoz, oq xunajini. Luboy tomoniga javob, bu detskiy markaziga ham, xunasaliga ham hamma tomoniga Tekshirib olaveradi. tekshirib oldik biz. Tekshirib oldingiz-a? Tekshirib olishdi. Akalar. O'shandan Uni o'qiyapmiz buqasi. hozir. Aha, juda ko'pchilikda o'zi Hop, shu muammo. Hikmatullo, Yengiroq aytaylik. yengiroq aytamiz. 27 dan kami bu. Voy. 54 million. Jupi 54 mi? 54 million jupiga donalab qanaqa bo'lib qoladi. Ha. Jupi 54 lekin. 54 kami bor. Kami bor. Dastlabkasichi. Dastlabkasi vodiy ichida bo'lsa yarmini qilib beraveradi. Vodiy ichida yarmi qilib berilaveradi. Vodiyni ichiga oladigan bo'lsangiz, dastlabkasini yarmini to'lab berishadi. 27 million akalar. Mana pul arzonlardan so'raganlarga. Endi sortini sifatini ko'rib turibsizlar. Zo'ri bilan tepishaveradi. Anongachi? Limuzin. Общий bo'lganiga. Hop, uchov bir joyga bo'lsa. Shu bir joyga bo'lsa 85 million kam. Uchov bir joyga 85 kam bor. Bitta sanashga. 28 million qanchalardan turib kelib qoladi? Bitta sanashga 85 ga. Bittagachi endi yaxshi niyat bu ham. Bitta buqasini pulidan chiqadigan narsa. To'g'risi gap. Chiroyli qilib, tonnali qilib boqib olsa, bitta buqasini pulidan chiqadigan narsa. Foydasi bor. Oyoqdan baraka topadigan narsalar. Bir dona bitta o'zlari boqayotgani bor. Bu yosh qanaqa? 8 oy. 8 oylik. Buni chiqarmadik, endi katta ekan hammasidan. Ha, bo'zakchalarni qiynab qo'yapti. Endi joyida xunuk ko'rinib qolmasin. Sorti sifati oliysi bu ham. Ranglarini qaranglar. Tiniq, shoxlari yo'q. Rasmiy o'sayotgan narsa. 120 kelaveradi? 25 mi? 125 ham kelaveradi. Oyoq qo'llari butun kattaligini hisobiga ajratib qo'yilgan. Bunga nech pul narx aytamiz? Mah. Bo'lishi 33. 33 million. Mah. 32 million 600 dan olingan, uni sherilar sotilib ketdi. Mana shu qoldi endi buni. Bo'lishi 33 ga. To'y qo'ramiz, shuni boqmoqchiman. Ha, o'zi boqib turgan narsa, ishonchli. Hali sinovdan o'tgan. Aloqaga chiqaverasizlar akalar, qaysi biri ma'qul kelib qolsa. Mo'minlar og'zaki aytib ketdi. Aha.
94lik 94lik 499 499 0200. 0200. Qaysi biri ma'qul kelsa savdo qilib olaverasizlar. Kichkinalar addeniga ham berilaveradi, Addini donalabga ham beradi. donalabga ham berilaveradi. Tanlab olishlaringga qarab kelishib olinaveradi. Kimga ma'qul kelib qolsa, xudo xolasa savdolashib olaverasizlar. Hammasi sog'lom narsalar. Yurish-turishlarini hamma yo'g'ini ko'rib turibsizlar. Kichkinalarda hech o'tarlari yo'q-a. Yeb ichishi hamma yo'g'ini ko'rishib olaveradi. Kelib, ko'rib, bemalol tanlab olaverasizlar.